Yosh o'tgandan keyin, yosh kattaygandan keyin ayollarimizni eng ko'p qiynaydigan muammolardan biri bu ajinlar. Menga judayam ko'p yozishadi. Ajinlarga ishonchli, yaxshi uходовый kosmetikalarni tavsiya qiling, nabor qilib yig'ib bering deyishadi. Men eng ko'p tavsiya qiladigan brendim yuz turiga qarab bu Medipilni mana shu nabori qizlar ajinlarga eng yaxshi ishlovchi naborlardan. Tarkibida peptidlari bor, yuzni yoshartiradi, ham ajinlarni yaxshi yoyib beradi. Medipil bu Koreyaning yuqori sifatli kosmetikasi qizlar. Bu brend mahsulotlari tarkibida tabiiy ingrediyentlar, peptidlar, kollagen va boshqa samarali komponentlar bor. Medipil asosan qarishga qarshi, yoshartiruvchi va chuqur tiklovchi kosmetikalar ishlab chiqaradi qizlar. Ular yuzga lifting beradi va ajinlarni yaxshi yoyishga yordam beradi. Bemalol yuzda ajini bor, osilishlari bor ayollarimiz Medipil uходовый kosmetikalardan foydalansa bo'ladi.